davlat chet tillari instituti talabalari, talabalar turar joyda yashovchi aziz talabalarimiz, bugun mana shu oy juda ham ulug' siymolar, buyuk siymolar Alisher Navoiy hazratlari hamda Zahmid Muhammad Bobur tavlid topgan ayyomlardan biri. Juda ham ulug' bir bayram oldi turibmiz. Hammalarni mana shu tadbirda tashkil etgan tashkilotchilar nomidan, qolaversa institutimiz rektori Dilshodbek Abduvazich nomidan hammalarni tabriklayman. Mana shunaqangi har kunimiz shunaqa bayram bilan o'tsin, har kunimiz muhim sanalar bilan o'tsin. Hammalarga o'qishlarga omad tilayman. Sog' bo'linglar.